yaqinda soliqqa jarima qilishdi. Menga bir yaxshi insonlar shu yerga lavka qilib berishgan edi. Bir johil inson bor, ustimdan yozganidan keyin налоговый olib ketib, jinoyat sudi chaqirdi. Jinoyat sudiga chaqirgandan keyin nima ekan deb hayron bo'lsam, налогga o'sha shtraf ekan 2160 ming so'm. Men aytdim, jarimani to'la olmayman, menga qiyin desam ham yo'q, qo'yishmadi, jarima qildirishdi. Keyin bir yaxshi inson menga uni to'lab olishga yordam berdi. Menda rasmlari bor, xohlasanglar keyin sizlarga tashlab qo'yaman. Ish qilib o'sha ustimdan bir inson yozganda, yomon inson o'sha lavkani qo'yib buzganda, o'sha yerda yozibdiki, chek bermaganda. Eski kitoblarda chek nima qiladi? Kitob sotuvi uchun? Chek bermagan deb yozibdi. Endi kitoblarimni olib ketishdi, berib yubordim kitoblardan. Yaqinda ham boshqa insonlar yana haydashga, taziq uy o'tkazishni boshlashdi. Yaqinda bir katta insonlar kelib, kechasi 1da, soat 1da kelib, kitoblarni agar olib ketmasang, musor mashina chaqirib, makulaturaga tashlab yuboraman deyishdi. Men olib ketdim. Qaysi tashkilot yoki qaysi tashkilot vakillari aytishgan? Shu hokimiyat vakillari. Hokimiyatlar vakillari shunaqa qilib musorga tashlab yuboraman deyishdi. Men olib ketsanglar, olib ketaveringlar deb urdim. Yaxshi bir inson, shu yerda shopir inson bor. Aytibdi, nima qilasizlar? Ro'za kunlari eski kitob bo'lsa, ko'p pul ishlab toparmidi deb aytgan ekan. Plastik karta ochishganida ilmimizning dushmanlari menga eng katta qarshilik qilgan inson bu. Mayli, omadlarni bersin, shu inson men orqa varaqdan eshitdim. Nima bu insonni chiqarasan? Nima uchun? deb u insonga ta'ziq qilgan. Ta'ziq qilgandan keyin plastik avtomatika yopilgan. Uni bilishadi fikrlagan insonlar. Menga asosan qattiq aniq qilingan. Endi men o'ylab ko'rsam, jadidlar bu jamiyatga kerak emas-da. Jadidlar kerak emas. Nima deysiz? Jadidlar yo'q qilish kerak ularni. Masalan, insonlarga yaxshilikdan ko'ra yomonlik ko'proq yoqadi. Bir inson bor, mana shu bozorchada meni yo'q bo'lishimni xohlaydi. Azaldan yo'q bo'lib, agar men bozorchada yo'q bo'lsam, hammani haydab borib yo'q qila olishim mumkin-da. O'sha azaldan meni juda ko'p ustimdan yozadi. O'sha lavkamni qurib buzib yuborishga sababchi bo'lgan inson ham. Keyin eng yomon qayg'uradigan narsam o'sha buzib yuborishga sababchi bo'lgan o'zimizning yurtdoshimiz. O'zimizning vatandoshimiz shu kitobga qarshilik qilib, katta odamlarga telefon qilib, shu lavkamni buzdirib yubordi. Hatto bittasi harbiy inson, katta inson. Harbiy inson. O'sha insonlar mana ketishimni xohlashadi, yo'q bo'lishimni. Yo'q bo'lib ketdi, shu kitoblaring bilan makulatura yo'q bo'lib ketdi. Endi qamab qo'yishmoqchi bo'lishadi-yu, qo'rqishyapti. Sal yaxshi ham bor, hikmati bor har bir narsani internetga chiqqanim uchun sal qo'rqib turishadi. Nima deb o'ylaysiz? Kitob sotuvi uchun bu turdagi jarimaga tortish qay darajada to'g'ri deb o'ylaysiz? Bu ahmoqlik deb o'ylayman. Bu prezidentimizning siyosatiga, davlatga qarshi insonlar hisoblayman. Nima uchun desa, masalan, kitob o'qilganga oyliklari oshib berilyapti. Masalan, qamoq jazosiga qamalgan insonga bitta kitob o'qiganga 3 kun srok kamaytirilyapti. Shu qonun chiqarishiga sababchi bo'lgan insonman men. Qayerda bo'lsa birinchi bo'lib gapirardim. Ana shu. Endi bu kitobga qarshilik, bu siyosatga qarshilik hisoblanadi. Davlatimizga qarshilik. Men siz kitob o'qimagan jamiyat rivojlanish bo'lmaydi. Jarimani hech to'lash ilojim yo'q edi. Sudda ham aytdim, men 200-300 mingdan ortiq jarima to'la olishim mumkin emas. Iloji bo'lsa shunday qilinglar desam, yo'q, bizga farqi yo'q deb 2.160 ming so'm jarima solishdi. Meni ko'tarilishimga sababchi bo'lgan eng yaxshi inson, hurmat qilaman u insonni. Oxirigacha turib beradilar. O'sha kuni chekka olib kelganda tasodifan kelib qoldilar. Hech narsa uyushtirilmadi. O'sha jarimani men uchun to'lab berdilar. Erkin Bozorov. Ulardan men butun umr minnatdorman. Haligacha qo'llab turadilar.